Birodarlar, maqsadimiz musulmonlarga dinlarini tanitish. Ular bilmagan narsani bayon qilib berish. Biz bu yerda birov bilan bahslashib, birovga raddiya berish niyatimiz ham yo'q. Maqsadimiz ilm o'rganish va o'rgatish. Zero hamma mushkulalarning yechimi bu ilm. Modomiki hammamizning maqsadimiz Allohning roziligimi? Xolis turgan holda salaf solih ulamolarning so'zlarini mahkam ushlashimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh bo'lgan hadisda marhamat qiladilar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlardan biringizning iymoni komil bo'lmaydi, to o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha. Maqsadimiz birodarlar, o'zimiz o'qib o'rgangan ilmni musulmonlar bilan baham ko'rish. Ana shu birodarlarimizni adashib, toyilib ketishdan bir ogohlantirish. Toki ana shu ilm sababli musulmonlar bir-birini yaxshi ko'rsin, bir-biriga adovat qilmasin. Payg'ambarimiz aytganlar: "Vallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu." Uzun hadis. Jannatga kirmaysizlar to iymonli bo'lmaguninglarcha. Iymonli bo'lmaysizlar to bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha. Maqsadimiz birodarlar ana shu diniy savodsizlikni yo'qotish. Payg'ambarimiz aytganlar: "Masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim masalil jasadi. Idza ishtaka minhu uzvun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Muttafaqun alayh. Musulmonlar bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatida xuddi bir jasad kabi. Agar ana shu jasaddan bir a'zosi og'risa, qolgan a'zolar isitma bilan bedor bo'ladi deganlar. Mana ayrim birodarlarimiz, xususan yoshlar, ilmsizligi sababli, ishonuvchanligi sababli, soddaligi sababli katta xatolarga kirib qolayotganini ko'ryapmiz.